Assalomu alaykum barchaga. Ravshan TV kanalining qadrli obunachilar. 2025-yilda hozir tom yoptirmoqchi bo'lsangiz, qaysi material arzon va sifatli bo'lyapti degan aka-uka, opa-singillarimiz uchun bir oshnasizlarga ma'lumotlar berib o'tamiz. Hozir shu to'yxonani ko'rib turganlaringizda konteyner materialdan yopib berishgan. Bu to'yxona egasiga ma'qul kelgan, chiroyli holatda bo'lgan, ham arzon ham sifatli. Ustalar ham yo'g'i ichida chiroyli qilib berishgan. O'zbekistonda 90% odamlar shu qurilishda konteyner materialdan foydalanishyapti. Sababi yonmaydi, cho'kmaydi va boshqa bo'lmaydi. Eng asosiysi qor, yomg'irlarga chidamli bo'ladi. O'zim ham uy solsam, xudo xolasa shu konteyner materialdan tom yoptiraman. Sababi ustalar hamma materialni o'zlari olib kelib chiroyli qilib berishar ekan. Kelinglar shu ma'lumotni usta akamiz o'zlaridan olsak, to'liqroq mutaxassis akamiz o'zlari beradilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Usta aka, charchamayapsizmi? Simsiz? Usta aka, hozir taxtadan qimmat tushadimi, arzon tushadimi? Konteyner mahsulotimi? Konteyner bozor taxtasidan arzon tushadi. 10-15%. Lekin qulaylik taraflari biz ustun bo'ladi. Mana sizga misol keltirsam, mana shu yerda taxtada qurmoqchi bo'lsa, zdaniyani egasi, o'rtaga kamida ikkita ustun tushadi. Ustunni kattasidan. Ustunni kattasidan tushadi. Keyin двойной расход. Keyin pajal tomonlama ham yog'ochdan ko'ra temir qulayroq. Shu tomonlari bor. Shu tomonlari bor ekan. Yonmaydi, boshqa bo'lmaydi. Yonmaydi, xudo xolasa, qilgan ishlarimizga xudo xolasa javob beramiz ekan. Notaris orqali ham kelishilaveradi. Kattaroq joylar bo'lsa, garantiya. Kelishilaveradi ekan. Bozor desa, bozor profilida qilib beramiz ekan. Konteyner profili, konteyner profilida qilib beramiz ekan. Qaysi ma'qul kelsa, qaysi biri ma'qul kelsa, o'shanga qarab biz zakazga qarab qilaveramiz ekan. Qilaveramiz. Hozir asosiy sizlar usta xizmati uchun olasizlar, to'g'rimi? Usta xizmati uchun. Xo'p, hozir nech puldan metriga qilib berasiz aka? Metriga 18 mingdan 22 ming so'mgadir. Cha bo'laveradi. Endi u kraska holat va kraska bekraska holat. U kelishuvga qarab. Kelishilgan holatlarga qarab. Misol kvadratiga desa ham kvadratiga ham qilib berilaveradi. Kvadrat desa kvadratiga ham qilib beraveramiz ekan. Misol bir yo'la kraskasini qilib bering, tomini olib bering, shiprini olib beramiz desa ham qilib berib ketaveramiz. Buni ham kelishaveramiz ekan. Kvadratiga nech pul bo'ladi aka? Kvadratiga boshlanishi 150 ming so'mdan 350 ming so'mgadir. Ketaveradi. Ketaveradi. O'sha doговорlarga qarab narxlar o'zgarib boraveradi. O'zing ko'ryapsiz sifatlarni. Xo'p, aka, razmeri qanaqa bo'ladi endi bularni? Bu aka, bu nimamiz 8 li materialdan bo'lgan. Asosiy 8 li, 7 li ishlanadi ekan. 8 li, 7 li. Demak, o'sha joyda egasiga qarab turib maslahatlashib, binoga qarab turib tavsiya qilinaveradi. Tavsiya qilinaveradi ekan. Bu adashmasam aka, tez ham bitadi. Tez bitadi. Tez bitadi. Misol kranni olib kelib ham tayyor holatda yasab turib qo'yib ham berilaveradi. Zagodobkamiz tayyor bo'lsa, masalan, zdaniyani holatiga, obyektga, katta kichikligiga qarab turib, zagodobkamiz tayyor bo'lsa, 1 kun, 2 kun, 3 kun ichida o'rnatib bo'lamiz. Bo'ladi-da? Bo'ladi. Misol agar taxtadan yopib turilsa, anchagina obyekt tomonlama ustalarga vaqt tomonlama ham bitkazib qo'yishadi. O'zini vaqti birinchi o'rinda, keyin ortsa bosh og'riydi. Bizga shunday zakazni qabul beradi. Informatsiyani bersa, biz qabul qilib olamiz, kelishib qolsak, chiroyli qilib beriladi. Solaga bosh qatirmaydi ekan. Faqat ustani obyektda bir mahal qonni nima qilib beradi bo'ldi. Qilib bersa bo'ldi. Endi u ham joyga qarab, misol joyga qarab. Shu vodiy bo'ylab narxlar shunaqa. Vodiy bo'ylab shunaqa. Narxlar endi qolgan joy Toshkent, Samarqand, vohalarga bo'lsa, boshqa kelishuvlar bo'ladi. Kelishilgan holatda qilib beramiz. Qo'shni davlatlargacha ham qilib beraveramiz. O'sha sengi davlatlarga ham chiqib ko'ramiz aka. Faqat kelishib qolsalar ham bo'ldi-da, to'g'rimi aka? Kelishib qolsak bo'ldi aka. Xo'p, hozirgi kunda qanaqa joylarda qilib beryapsiz zdaniyalarda? Hozirgi kunda mashina topshirdik. Kecha bo'lgan bu zdaniyamiz. Hozir Farg'onada ketyapti ishlarimiz, Toshkentda ketyapti, Samarqandda ketyapti. Xo'p, misol mana stadion qurib bering desa ham qurib beriladi. Stadion qurib bering, molxona, stadion. Temirdan keyin nimaiki ish bo'lsa, xudo xolasa qo'ldan kelgancha kelishilgan holatlarda qilib beramiz ekan. Adashmasam hozirgi kunda katta sexlar ham shunaqa konteynerdan yopib turyapti. Konteynerdan yopilyapti, bez ustun. Shu tomoni dopni bo'lyapti, joyda egalariga ham arzon ham tez bo'lyapti. Shu tomonlari bor. Mana do'stlar, o'zingiz ko'rasiz, sifati ham o'ta chiroyli holatda chiqadi. Mana shu holatda qilib berilib ketilaveradimi aka? Sifat tomonlama mana shu holatda bir xil bo'ladi aka, masalan. Bir xil bo'ladi. Odam ajratib, hali ish ajratilmaydi. Qo'ldan kelgancha o'zingiz bitta baho berasizlar, juda ham chiroyli chiqdi. Materialni o'zini so'raganlarga ham akalarimiz yetkazib berishaveradi. Hamma tomonlama kelishaveramiz debdilar. Bu qatga qilib berdilaring hozir? Bu aka Sharxonda Kurgovoydan Andijonga yo'lda yurganingizda. Bu to'yxona. To'yxona bu yer.
Aha, shu ko'rik yon berida joylar ekanda. Asosiy bunaqasi mo'ljalash Sharxon ko'riydi hozir. Aha, shu atroflarda bo'ladi. Qumbozorda. Aha, kelib ham ko'rsa ham bo'laveradi mana ishni. Kelib ko'rsa ham bo'laveradi ishlarimizni ko'rib, sifatlarini, qilgan ishlarimizni ko'rsa bo'laveradi klientlar. Usta aka, bo'lmasam nomerlar qoldiraman. Aloqaga chiqsa obunachilarimiz chiroyli qilib berasiz. Narx tomonlama, sifat tomonlama, albatta o'sha maslahatlashib turib, chiroyli qilib beriladi. Siz nimani xohlasangiz o'shanga qarab turib, ustalarimiz zo'r qilib shu holatda qilib berib ketishadi.